Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Salomatmisizlar? Xo'p, bugun neobычный video qilyapman. Sababi bizda ishimiz shu stolga o'tirib ishlash, ko'pchilik biladi. Ofisda bo'lganligi uchun belim meni onda-sonda bezovta qilardi. Bu narsa o'tib ketardi. Hozir mana 3 kundan beri qo'yib bermayapti. Ulug'bek akani oldiga boraman hozir nervollikda. O'zimizda akamiz bo'ladi, do'stimiz bo'ladi. Keyin dedi, MR qilib qo'yaman dedi. U ne только Ulug'bek aka, Arzdental jamoasidagi hammalari, Shuhrob aka, Sanjar Isqirjanovich, Feruz Xayrullayevich, mana Sherzod nimamiz, do'stimiz, hammalari общий Arzdental komandasi juda ajoyib bolalar, hammalari borib chiroyli qilib bu narsani men sizlarga hozir video qilyapman. Menga ular iltimos qilgani yo'q, yo boshqa narsa qilgani yo'q, yo reklama qilib bering degani yo'q. Bu narsani men sizlarga ma'lumot o'laroq aytib o'tyapman. Astoydil, chin dildan o'sha o'zlarini bilimlariga tayanib, hamma narsani ochiqdan ochiq chiroyli qilib tushuntirib, odamning miyasini shunday ochib qo'yib qo'yadi-da. Malades, yigitlarning hammasiga kelajakdagi ishlariga omad tilab qolamiz. Shunaqa hozir MRTga boraman. Agar ruxsat bersa videolarni hammasini ko'rsatib, chiroyli qilib sizlarga qo'yib beraman. Shunaqa, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Aka syomka qilyapman. Syomka qilyapman aka, rozi bo'lasiz. Короче, ketib keldim. Hozir mana bu yerga mana narsani kiramiz, короче. Aka, buni ichiga syomka qilsa bo'ladimi yo'qmi? Bo'ladi, normal telefon bilan yaqin borib bo'lmaydi. Bu yerda magnitni qo'yiladi. Telefon magniti zaryad tez tashlab yuboradi. Nima hech narsa qilmaydi, tez ketib qoladi. Shu hozir bir marta kirayotganingiz Hech narsa qilmaydi. Agar syom qilayotgan bo'lsangiz, olsangiz bo'ladi. Shunaqa aytma. Doktor dam olib qo'yay. Qarang. Bosh miya mana buncha turadi. Bu umurtqa ichida orqa miya yuradi. Sizga qarang. Har bir umurtqa orasida mana rozovoy narsalar ko'ryapsizmi? Bu mana tog'aylar. Bu suyak, bu tog'ay. Bu как amortizator vazifasini bajaradi. Prujinaga o'xshab ishlaydi. Agar o'shani ishi yaxshi bo'lsa, mana bunaqa ahvolda bo'ladi. Agar o'sha ishi buzilib, mana bunaqa ishib chiqsa, bu griza deyiladi. Bu bo'lishi mumkin, bo'yinda bo'lishi mumkin, bu bo'yi o'rtada bo'lishi mumkin, bu belda bo'lishi mumkin. Bo'yinda bo'lsa, mana bu nervlarda, bo'yinda bo'lsa, bo'yinda yelkalarga, qo'llarga og'riq beradi, boshdan orqa tomonlarga og'riq berishi mumkin. Agar o'sha o'rtada bo'lsa, qo'llar orasi, kuroklar orasiga og'riq beradi. Belda bo'lsa, bel sohasida og'riqlar, yana pastroq qismida bo'lsa, oyoqlarga qarab og'riq berishi mumkin. Endi bu narsa nimalari? Ko'pincha bel umuman grizalaridan keyin qisilib qoladi-da, o'shanda og'riq beradi. Hozir sizda belingiz og'rigani uchun biz bel sohasini tekshirdik. Mana bu sizning bel qismingiz. O'sha MRTda mana bu joyini tekshirdik-da, особенно mana bu joyini. O'sha joy. Просто MRTda черно-белый ko'rinadi, rangi uni qora. Sizda qarasangiz, mana oq disklarni ko'ryapsizmi? Bular mana bunaqa rozovoy, yaxshisi bular. Mana o'rtada bittasini ko'ryapsiz, boshqacha bo'lib turibdi. Bu qora bo'lib turibdi. Bu mana bunaqa ahvolda. Mana bunga o'xshab shishib chiqdi. Ko'ryapsizmi buni? Agar strelka bilan sizga aniqroq ko'rsatsa, mana bu narsa salgina shishib qolgan. Bu narsa как раз diskning ishi salgina pasaygan. O'shani hisobiga bular yaxshi ishlayapti, bunga nagruska tushyapti, bemalol qaytaryapti. Bunga nagruska tushyapti, qaytara olmayapti-da, давление tushib, qaytara olmagandan keyin bu yonboshga qarab shishib chiqadi, bu tomonga o'xshab, mana bunga o'xshab shishib chiqadi. Bu как раз grizaning boshlanishi deyiladi. Mana bu oq narsa ichidagi bu narsa kecha boshlanmagan, ancha bo'lgan, bunga eski. Yillar bo'lgan, shu точно. O'shaning uchun bu ustida mana bunaqa qattiq kistozning o'zgarish paydo bo'lib qoladi. Bu degani yomon emas, bu eskirgan, bunaqa kattalashmaydi, chunki oldida o'zi parda bo'lib qotgan. Bu narsa ko'p odamda uchrab turadi, почти har ikkita odam bittasida bor. Lekin bu narsani unaqadan qoldirmaslik kerak, bu kattalashib ketishi mumkin. Agar bu narsa kattalashib, bu yoqqa yorilib qisib qo'ysa, unda keyin oyoqda og'riqlar paydo bo'ladi. Masalan, o'sha bel qismini ko'p tushuntirsam, mana bel qismi ikkita shishib qolgan. Xuddi shuni ranglasa, mana bunaqa ahvolda ko'ryapsiz, ikkita oxirida qisib ishib turibdi. Bu belda bo'lgani uchun bel sohada oyoqlarga og'riq berishi mumkin. Bu narsa norma emas, lekin unaqa strashli narsa emas. Bunga vahima qilib operatsiya qilish unaqa narsalar kerak emas. Просто vaqti-vaqtida buni davolab, mashqlarni qilib, самое главное, noto'g'ri og'ir ko'tarishlardan qochish kerak.
резкий og'riq ko'tarishlardan, резкий nagruskalardan постоянно bir xil pozada o'tirish ham bu narsani og'rishiga или kattalashishiga olib kelishi mumkin. Xullas bitta mana shunaqa muammo bor. Bu narsani davolab tursangiz, qarab tursangiz, mana bu diskning состоянияsi yaxshilasangiz, mana ularga o'xshab ishlashni boshlasa, bu orqaga qarab qaytadi. Qaytishi mumkin, kichiklashishi mumkin farazmi. Lekin butunlay oldingidagi yo'q bo'lib ketish mana bularga o'xshab. Uni iloji yo'q, hali iloji yo'q hozircha meditsinada. Lekin o'zingizga qarab tursangiz, bu narsa kattalashmaydi, даже manga o'xshab qotib o'sha holatda qolib ketishi mumkin. 2 marta, 3 marta qon aylanishini yaxshilaydigan ukollar bor, o'shani olasiz. Agar sizda imkoniyatingiz bor, vaqtingiz bo'lsa, fizioterapiyadan 2 marta qo'shib yuboramiz. Mana qisilib turgan, belingizni ushlab turgan narsa ochib ketadi. Shu bilan chaqdi. Da, mana shu narsani 3 marta olsangiz bo'ladi, ko'p kerak emas. Xo'p, qarang, Ulug'bek, hozir sizning ishchi nomeringiz bilan Maxingiz qoldiramiz, Telegramingiz bilan mana bu yerda. Do'stlar, bekor savollar bilan nima qilmaysizlar, chunki akani постоянно doktorimizni nimalari zaynat. O'shaning uchun faqat важный vопроslar bo'ladigan bo'lsa, Telegram yoki Max yoki WhatsApp orqali yozishingiz mumkin. Doktorimiz o'sha vaqtlari bo'shagandan keyin xudo xohlasa sizlarga javob beradi. O'zimni boshimdan o'tgani uchun nima qilyapman? Yaxshi o'tirib o'zim. Aka tushuntirishga besh. Endi oddiyroq tushuntirishga harakat qilamiz. To'g'ri. Ko'p bemorlar o'zimiz bemorlar keladi. Ular ataylab o'zbek doktori izlab keladi. Masalan, ruslarga borib, bu yorim og'riyapti deb aytish ham bir xil bemorlarda o'zimiz hamyurtlarimizni bunaqasi yo'q-da. Zabon tilda. O'shaning uchun o'zimiz bemorlar kelganda maksimalni ko'rsatib tushuntirib berishga harakat qilaman. Ular tushunsin o'zidagi muammoni nimaga bo'lyapti. Qog'ozga qarab sizda girijangiz bor ekan deb yuborib borishim ham mumkin. Lekin bu sal to'g'ri bo'lmaydi. Bir xil bemorlar 200 kilometrdan keladi spetsialistlar. Ular uchun endi salgina vaqt ajratib muammosini ko'rsatib bermasangiz to'g'ri bo'lmaydi-da. Ular keladi, pul sarflaydi, immuniy doktor, o'zbek doktor izlab keladi. Shuning uchun qo'ldan kelgancha biron joy og'rimasin, agar og'risa, kelsa, meni soham bo'lsa tekshirib ko'rib maksimalni tushuntirib berishga harakat qilaman. Keyin lecheniyalarni ham aytib beraman. Bular hammasi bepul. Faqat tekshiruv uchun pul to'lasa bo'ldi. Mana bu konsultatsiyalar uchun pul olinmaydi. Keyin lecheniyalarni aytaman, agar to'g'ri kelsa men bilan davolanadi, to'g'ri kelmasa o'zlariga yaqin joyga yoki O'zbekistonga ketib davolashadi. Zo'r. Shunaqa gaplar. Короче, bekorchi vопроslar bilan bezovta qilmaymiz. Важный vопроslar bo'ladigan bo'lsa, doktor nomerlarini qoldirdim. Faqat kerakli vопроslarni o'tkazishingiz mumkin. Doktorda vaqtlari bo'lgandan keyin xudo xohlasa sizlarga javob beradi.